Qopga 40 ming, kiloga shuni 800 so'mdan to'g'ri keladi. Qizil savdo. Qarta 40 ming so'm. Ich 15 ming so'm. Ot ichagi 15 ming so'm 1 kilosi. Mol ragu 30 ming so'm. Matalashga 35 ming so'm. Jigari 50 ming so'm. 1600 ham beraman. 1600 ham qilib beryaptilar. 18 ming so'm yong'oq. Karom 2,5 ming. Sabzi 3 kilosi 10 ming. Bolgarskiy 5 ming so'm. 4 kilosi 10 ming so'm. 5 ming so'mdan. Oq turpiz nechi pul? 5 ming kilosi. 5 ming so'm qizil piyoz. 28 ming. Mesnichi snov. 4 ming so'm. 5 ming so'm kilosi. Bunisi ham 5 ming so'm. Kilosi 5 ming. 3 kilosi 10 ming so'm. 10 ming so'mdan mana kilosi. Telegram kanalda manzil, lokatsiyalar bor. Telefon raqamlar bor. 5,5 ming so'm kartoshka. Drablyonka 5800 so'm bo'libdi. Mosh 19 ming ekan. Mana guruchlar 13 mingdan 16 minggacha. Bu nechi pul? O'sha 40 ming. 40 ming. Buchi? Bu ham 43 ming. 43 ming. Mana Nazarbayda yuribman. Mol bozori kelganman. Bu yerda mana har yakshanba bozor bo'ladi. Yap qo'yinglar, guruch olib ketinglar.